Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zaratingmi aka? Qanaqa telefon? iPhone. Originalmi? Ha, original. 14 Pro, 15 Pro? 14 Pro aka. 14 Pro 300 ming qilib beramiz oxirgi. 100% original. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Charchang. Bo'ldi, bugunga endi qaytsak ham bo'ladi. Bitta Samsung turuvdi yana. iPhone bo'lganda topib bo'lardi. Samsung, Redmi'ni topib bo'lmaydi lekin. Adashasiz. Samsungni ham, Redmi'ni ham topsa bo'ladi. Buni bilishda men sizlarga o'rgatib qo'yaman. Telefonlaring yo'qolib qolsa, tezlik bilan 102 ga qilmasdan ham topishning yo'li bor. Buning uchun men sizlarga o'rgatib qo'yaman. Keling. Buning uchun biz Play Marketga kiramiz. Find my phone deb yozamiz. Shuni skachat qilib olamiz. Buni ochamiz. Ochganimizdan keyin Redmi yoki farqi yo'q, Samsungni o'shanda ishlatgan Google akkauntimizni login bilan parolini bilishimiz shart. 3 ta 4 ta oilalaringdagi hammasinikini ulab qo'ysalaring bo'ladi. Bemalol qayerda ishlatyapti, uni bemalol kuzatsalar, xohlasalaring Sputnik orqali mana xohlasalaring boshqacha ko'rinishda topsalaring bo'ladi. Mana adreslari bilan chiqarib beradi. Xohlasangiz buni ishlatib turgan joyida mana shu knopkani bossangiz, buyruqni bajarishni bossangiz, telefon avtomatik qulflanadi unda. Uni qidirmoqchisiz, ko'pchilikning ichida o'tiribdi. Qo'ng'iroqchaga bosasiz, bitta bossangiz, unda qattiq baland ovozda telefon jiringlay boshlaydi. Yangi telefon ekan. Bemalol sotsam bo'ladi. Nechi ekan kodi? O'chirib qo'ysam bo'ladimi? Ha ukam, bormi oroq? Parolini bilmadingmi? Yo'q aka. Birovniki nimaga olasan? Samsung bo'lsa topolmaydi deb o'ylaganmiding yo Redmi Ha, bo'lsa? iPhone topsa bo'ladi deb o'ylagandim. Ukam, mana shunaqa qilasanlar-da. Agar ushbu video sizlar uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, telefonni ko'p yo'qotadigan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Bundan ham qiziq videolar o'tkazib olmaslik uchun Nur 571 ga obuna bo'lib qo'ying.